Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun Hasanov Vlogs kanalida Fengon modellarimiz yetib keldi. Ko'rinishini ko'rishlaringiz mumkin, tashqi ko'rinishlari. Buni to'liq obzorlari hali kanalimizga qo'yamiz. Hozircha qisqacha sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, bismillah. Bismillah. Qani Fengon 508 ni haydab ko'ramiz. Hurmatli podpischiklar, mana bizga Fengon 508 ham keldi. 5 so'm Buxoro avtosaloniga tashrif buyuraverasizlar. Xohlasa chiroyli qilib chiqarib beraveramiz. Davay. Xo'sh, buni sizlarga to'liq hali videosini yuklab qo'yamiz. Mashinani o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Salon ichini ham ko'rsating mijozlarimizga. Salon ishlari, ko'rinishlari juda ham ichlari keng, orqalari 2000 litr объемda. Kamerani ko'rsating, bemalol hamma joy 360 kamera, polisi patroniklari bilan jihozlangan, hamma narsasi bor. Yo'q narsani o'zi yo'q ekan mashinada. Oldin, orqa, ikkita bokovoy, panorama luk shu. Luk ham kichkina emas, почти 2 metr hisoblanadi. Luk airbaglari, salon polni. Yo'q. Bar xolodilnik ekan. Xolodilnik ham bor ekan, e'tibor qilasizlar. Tak, беспроводной зарядчик yo'q ekan lekin. Беспроводной. Bor, беспроводной. Беспроводной zaryadkasi bor. Беспроводной bor ekan. Buni kommentariyaga yozib qoldiringlar, fikrlaringiz bo'lsa, biz bitta-bitta o'qib hammasiga javob beramiz. E'tibor qilasiz Fazliddin aka, mana buni ko'rsatishni xohlayman. Mana buni ko'rsataymi? Mana dvigatel ishlayapti, batareyaga tok beryapti mana. Dvigatel vazifasi faqat generator tok ishlab berish. Motorda ishlamas ekan, faqat tokda harakatlanar ekan. 8000 so'm bilan 150 kilometrgacha harakatlanishingiz mumkin. 8000 so'm bilan. 8000 so'm uyda qo'ygan zaryadkangiz bilan. Shunda hozir 8000 so'm bilan 150 kilometr yuradi. 150 kilometr yurishsiz. Wow. Bu juda ham yaxshi. Setlari bor. Tashqi ko'rish. Gap yo'q. Xo'sh. Panorama. Luk. Shtorka и keyin luk. Buni lukka e'tibor qiling Fazliddin aka. Ancha katta ochilar ekan. Juda katta ekan, ha? Bemalol odam chiqib yursa Bu kattaligiga qaranglar. Buni ko'z bilan ko'rgan bari boshqacha ekan. Bu videoda boshqacha. Orqada ham deflektorlar, orqada ham deflektorlar. Mana. Orqada ham deflektorlar bor. Yo'llari ham mягкий ekan, ko'ja. Однозонный климат контроль. Abduf Abagrev. Sani O'zbekiston именно Buxoro uchun Abdufsiz hayot yo'q. Bizda chunki havo juda issiq bo'ladi. Abduf bo'lmasa isib odam o'lib ketadi, qizib. Bu mashinamizda hamma narsa bor ekan. Abduf Abagrev. Kelaverasizlar, elektronli rul, klimat kontrol ham вообще zo'rishlar ekan, ha? Konditsioner ham. Bu konditsioner. Sovutishiga qaranglar buni. Fazliddin aka bosamizmi bittadan? Bittadan bosish kerak, xudo xolasa. Xudo xolasa. Buni narxi qancha? Narxini keyingi videomizda aytib o'tamiz. Gap yo'q. Xudo xohlasa, kimlarga qiziq bo'lsa, qo'llab-quvvatlaysizlar. Bo'lishni esdan chiqarmang. Xuddi shunday kanalimizga obuna bo'ling, manfaatli videolar ishlab chiqaramiz. Sizlar uchun bemalol sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol yozib qoldirsalaringiz kommentariyaga hammasini o'qib javob berishga harakat qilamiz. Agar может uspet qilmay qolsak, bemalol qo'ng'iroq nomerlarimiz bor, o'shalarga telefon qilib to'liq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Sizlar bilan bugun mana Bestum Buxoro avtosalonida Fengon 508 modeli, buni to'liq videosini kutinglar. Tez orada kanalimizga joylaymiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Aka Solih, Obuna bo'lishni unutmang. gap yo'q.